Hoş, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. Bugün kelgan dersimiz bolsa, Seyyid Muhammed Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah yazgan El-Kavaidul Esasiye fi ilmi mustalahil hadis namlıq bu kitapçının garip degan babı kelib to'xtagani bu. Hadisin türlerinin içinde garip deb bir türü var. Garip. Ama bu garip degani biz avvaldan lug'atni tushunib o'taylik. Al-g'aribu lug'atan al-munfalidu an vatanihi. Garip degan lug'at ma'nosi nima? Musafir degan gap. Yaqin yurtda yurgan sargardan degan gap. Al-munfalidu an vatanihi, o'zining yurtidan ayrilib, o'zining yurtidan ayrilgan sargardanni nima deb ataladi? Garip. Ham garip deb bu yurtchi garip desek ham bo'ladi. Ham bir garip odam degan gap, ya'ni bu yoqqa men bu yurtga yot degan, yot. واصطلاحا اصطلاحي معنى يعني حديث اصطلاحي ديك معنى بوسا هو من فرد بروايته راوين يعني bu hadisni rivoyat qilishda faqat bir dona ravi yolg'iz bo'lgan. Bir ravi yolg'iz faqat bir ravi rivoyat qilgan bu hadisni. Ikki odam yo'q. Bunday hadis. Bihaythu lam yarwihi ghayruhu yani qanday qilib desa yani shu darajadagi lam yarwihi ghayruhu bu hadisni unundan başqa, mushu bir ravidan başqa hech kim rivoyat qilmagan. Awin farada bi ziyadatin fi matnihi yoki endi bu nima jihatim bo'ladi? Ya bihays nima? Bu hadisning o'zini faqat bir ravi rivoyat qilgan, boshqadan rivoyat qilmagan. Ma jihatim bo'ladi? G'ariblik. Yoki g'ariblik nima jihatim bo'ladi? Infarada bi ziyadatin fi matnihi degan gap. Hadisning matnida mushu ravi g'ana bir bo'lakni ziyodat qilib qo'ygan. Anladın. Qolgan ravilar qatmagan. Faqat mush ravi g'anam bir bilakni ziyodat qilib qo'ygan. Aw isnadihi yoki bu hadisning sanadida boshqa ravilar, ishonchli ravilar, boshqa ravilar qatmagan ravidan biri faqat mush bir ravi g'anam qo'ygan. Men buni falondan angladim deb hech kim anglamagan ravidan biri qilib qo'ygan. Tushundingmi? Mushu nima g'arib deb ataladi. Endi nima ishqa g'arib deb atalsa ve summiye gariben yani garip hadis garip deb atilishidagi sabab nima? Linfiradi ravihi. Garip hadisning garip deb atilishidagi sabab linfiradi ravihi degan bu hadisning rivoyat qiluvchisi an g'ayrihi degan boshqa ravilardan ayrilib turganligi uchun. Kal g'alibillazi sha'nuhul infirad an vatani. Xuddi buni ishi yani o'zidagi vatanidan ayrilib sargardan bo'lgan g'aribga hali o'xshash. Endi bu g'aribning qismlari g'arib ikki qismga bo'linadi. Va huwa qisman, ikki qismga bo'linadi. Al-awwal birinchi qism al-fardul mutlaq. Birinchi mutlaq fardul mutlaq. Mutlaq yolg'izlik. Va huwa ayyan mutlaq yolg'izlikdan qanday desa, va huwa ayyan falidar rawi bil hadith min jami'ur ruwat. Ya'ni rawi bir hadisni barliq ravilardan ayrilib, yolg'iz faqat bir ravi aytgan bu hadisni. Uni bilan ravi yo'q. Bu hadisni faqat mushu ravi g'ana rivoyat qilgan. Buni ataladi fard mutlaq. Ya'ni mutlaq yolg'izlik, hech qanday nisbiy yolg'izlik emas. Yana biri nisbiy yolg'izlik. Biri mutlaq yolg'izlik, yana biri nisbiy yolg'izlik deb ikki xil bo'ladi. Misaluhu masalan, bu mutlaq yolg'izlikning misoli hadisu al-wala'u lahmatun ka luhmatin nasabi la yuba'u va la yuhab. Ya'ni azodgarlik huquqi. Bir qulni bir odam ozod qilayotgan bo'lsa, buning azodgarlik huquqi bo'ladi. Azodgarlik huquqi luhmatun degan bu bir go'sht. Ka luhmat nasab xuddi nasabning go'shtiga o'xshaydigan. Nasabdan kelgan munosabatga o'xshaydigan munosabat. Luhmat degan go'sht degan gap, ya'ni munosabat. Xuddi nasabdan kelgan munosabatga o'xshash bir munosabat bu azodgarlik huquqi degan. Azod qiluvchi bilan azod qilinuvchining o'rtasidagi bu munosabat xuddi nasabdagi munosabatga o'xshaydi. Yani qandoshlik munosabatiga o'xshaydi. La yuba'u va la yuhab. Bu setilmaydi va la yuhab degan mutqa ham berilmaydi. Bir odam masalan o'zining bolasini bir odamga sotib olsa-mu, o'sha odamning bolasi. Mutqa berib olsa-mu, o'sha odamning bolasi. Xuddi shuningdek, azodgarlik huquqi dadilbarlik munosabati buzilmagandek, azodgarlik huquqini bir kimga berib o'tgan bo'lmaydi, bir kim sotib o'tgan bo'lmaydi degan hadis. Mushu hadisni tafarrada bihi Abdullah ibn Dinar an ibn Umar. Bu hadisning sanadida qaraydigan bo'lsak, Abdullah ibn Dinar degan sahabi yoki tabi'i bu hadisni İbn Umar radhiyallohu anhudan nima qilgan? Faqatlam İbn Umar radhiyallohu anhudan
Bu Abdullah ibn Dinar gelmiş. Tabi'i gana bir riwayat kılgan bu hadisni. Ondan başka ravi yok tabi'inin. Bu hadisni riwayat kılgan. Demek muşunu da batırdı o. Garip mutlak. Ferd mutlak da batırdı o. İkincisi ferdun nisbi. Ferd nisbi ikincisi. Ferd nisbi diye ne dersanglar? Ve huve ma kana muqayyeden bi kevnihi inferede bihi thikatu. Yani bizde mukayyet, üç türlü mukayyet açan ama biri mukayyeden bi kevnihi inferede bihi thika. İkincisi mukayyeden bi kevnihi inferede bihi ravi en şeyhi. Üçüncüsü mukayyeden bi kevnihi inferede bihi en ehli beled. Üç xil mukayyet açan ama demek ferd nisbi üç xil mukayyet bulunur. Üçüncüsü mukayyet mutlak emas. Ama birinci ferd nisbinin birinci türü yani bu hadisini fakat bir işkencilik raviyle riwayat kılgan. Bu hadisini işkencilik raviyle riwayat kılgan. Xuddi innemel amalu bin niyat degan hadisni kim riwayat kılgan? Fakat lan Ömer bin Hattab radhiyallahu anh. Tushundingmi? Bu hadisni fakat Ömer bin Hattab radhiyallahu anh bilan riwayat kılgan. Onun keyin meşhur bo'lib ketgan bu hadis. Amma bu sahabe hem sahabesilik Ömer bin Hattab radhiyallahu anh riwayat kılganligi uchun buni ferd nisbi deb ataladi. Ferd nisbi ma jihatdan amma sahihlik jihati shu sahih. Nimishqa Ömer radhiyallahu anh sahabe. Hem de adil de Ömer adil. Feyuqalu fi yani şencilik bir ravi yalğız boğan hadis nima ferd nisbinin bir türü. Yani feyuqalu fihi bu hadiste lem yervihi thiqatun illa fulan. Bu hadisni şencilik ravilerden fakat falanla riwayat kılgan deb bunda deyildi. Ev ikincisi bir yeni bir türü ikinci türü ev muqayyeden bi kevnihi inferede bihi ravi en şeyhihi. Yani bu hadiste ravi üzünün şeyhinden nima infalat yalğız bo'lgan. Bir ravi fakat üzünün şeyhinden bir ravi var. Bu üzünün şeyhinden anlagan bu hadisni. Maravi ma şeyhinden anlagan. Lekin ma şeyhinin başka talipleri anlamagan. Tushundingmi? Mesela bir şeyhinin mesela Buxariy'deki şeyhiniki İmam Buxari bilan birga anlagan bir necha talipleri olsa, savaqdoshlari, boshqa savaqdoshlar anlamay faqatlam nima qilib anglasa? Yani Buxari bilan anglasa, mushunda deb atildi. مقيدا بكونه انفرد به الراوي عن شيخه بطرده فيقال انفرد به فلان عن شيخه فلان bu hadisni falanı özünün falanı şeyhinden yalğız riwayat kılgan. Yani başka falanı akınga şeyhi yalğız dep etken, başka savaqdaşlar dep etken. Ev muqayyeden bikevnihi infalade bihi an ehli beled. Ya ki üçüncü tür bolsa bu hadisni riwayat kılgıcı muşu şehir ehlinden fakat muşudan riwayat kılgan. Bir şehirnin ehlinden muş fakat muş bir yerden riwayat kılgan bunu. Feyuqal bunun deyildi ki infalade bihi min ehli medineti fulan. Medine ehlinden bu hadisni fakat falanı gana riwayat kılgan deyildi. Üç xil. Hükmü bunun hükmünü versen hükmü ennehu kad yekunu sahih. Bu bazıda sahih buluşu mümkün ve kad yekunu hasan buluşu mümkün ve kad yekunu zayıfen. Zayıf buluşu mümkün ve huvel galib. En köp hallada zayıf bulundu bu hadis. Endi kelganimiz bo'lsa al-aziz. Aziz degan hadis. Aziz degan qanday hadis? Aziz degan huwa man farada bi riwayatihi ithnani fi tabaqatin min tabaqatihi. Aziz degan bu hadisni rivoyat qilsa faqat o'zining tabiqalaridan bir tabi hadisning tabiqalaridan tabaqat hadis bor. Shu Bashravi Rasululloh bu oyatga sanad tabiqalar. Bir tabiqadagi odam ikkisi g'ana rivoyat qilgan bo'lsa, shunday deb ataladi, aziz deb ataladi. Misol masalaga velav ravahu ba'da al-ithnayni jam'un. Agar osh ikki odamdan keyin uni bir jamoat ko'pchilik rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadisdagi darajasi yetib kelish jihatdagi. Ya'ni Payg'ambar alayhisolamdan Bashraviga yetib kelish jihatdagi nimasi darajasi aziz deb ataladi. Sizlarga bir gapni deb qo'yay. Hadisdagi sahih, zaif, hasan deb baholashdagi jihat boshqa jihat. Bu hadisdagi sanadidagi aylarning ishonchli emasga jihatdan. Ammo mao hadisdagi g'arib, aziz, mutawatir deb qaraladigan bunda jihat qanday desanglar, bu anda raviyning ishonchli emasga ishi yo'q. Raviyniki ozligi, ko'pligi, tushunarlimi? Bu hadisni qanchadan rivoyat qilgan, har tabiqada qanchadan rivoyat qilgan degan jihatdan bir. Ikkinchisi bu xuddi bir og'amchiga o'xshaydi bu sanad, og'amchiga. Arg'amchi bilasan, og'amchini habilga o'xshaydi.
Her birindeki baş tarafı tom, bu tarafı tom fakat oturdum bir yer inç kılıp kalsa okşaş aciz. Ağamca kanda hükmünü var, ağamca aciz. Şunu da üzüp getirdiğin. Onun yani baş bir tom. Fakat oturdum küçükten bir inçke. Şunun sebebiyle hemmesi ağamcığının da hüküm kılmaz, aciz de hüküm kılmaz. Hedis senet zinciri şunu okşaydı. Baş materyallik köp ravi var. Miyadi köp ravi var. Bir malum bir yerde fakat bir ravi bulup kalsa ne de batırıldı o? Garip. Şu malum bir yerde materyallik köp ravi var. Malum bir tarafı da iki ravi bulup kalsa ne batırıldı bu? Aziz de batırıldı. Şunu anlama, müşrik bulup kalma. Yani en azlık tarafından hüküm kılınız. Hükmuhu azizin hükmü imma sihhatu ve imma hasen ve imma da'af. Ya bunun buludu sahih buludu hadis. Ya hasen buludu ya da buludu. Çünkü bu bizim aziz garip dediğimiz ne cihatlemez. Hadisdeki hasen tibini bahalı tibini bulmaydı. Demiş ki sana çünkü hasen tibini ne bizim 5 tane şart vardı dikene. Sahih hasen bağlı etkan. Şu 5 şart yapılsa sahih ya ki hasen de bağlı tibini kasını buludu. Dayıp buludu dedik insanla bağlı 5'i de. Hem de mavu köprük cihattin yani Resulullah'ın başarılı kaçı muhakkaki ravilandaki sahne köprük sahne. Kancı tane diyen cihattin. Misaluhu bu aziz hadisinin misali mesela hadithus şeyheyn. Yani İmam Bukhari, İmam Müslim radıyallahu hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve veledihi ve nasi ecma'in. Diyen hadis bir şeydi ki ve nasi ecma'in diyen müşrik bir söz ne? Baştaki bir hadiste min validihi ve veledihi debirat kılan. Yeni bir hadiste ve nasi ecma'in koşulup gelgen. Ve nasi ecma'in diyen bu şekilde fakatlamış raviler zincirindeki en tüven terfikası bir yerde iki ravi gına rahat kılan. Onu başı rahat kılmagan. Yani ravahu bu hadisi Enes Malik radıyallahu anh rahat kılan. Ve anhu Enes radıyallahu anh kim rahat kılan? Katade ve Abdülaziz ibn Süheyb. Bu iki tabiyle rahat kılan. Bundan baş tabi rahat kılmagan. Demek bu cihatinde Mehmet Aziz. Ama sahihlik cihatinde sahih. Bununki ravileri emmesi intayın işencelik, fika olan raviler. Hem bazı üçüncüsü el meşhur. Meşhur da bir ismimiz bizde. Meşhur. Meşhur diyen azizden bir derece yukarı. Yani ravinin san cihati. Ravinin san cihatin azizden bir derece yukarı olsa huve ma ravahu thalâsetun fe ekser. Meşhur diyen bunu 3 adam ve 3 adamın köpek, 4 adam, 5 adam, 6 adam diyendik. Rivayet kılgan hadistir. Velev fi tabakatin min tabakatihi. Eğer onu kitabı kılardım, bir tabiqda olsun diye gel. Ben şunu buldum. Yani şu hadisin silsile zincirinde bir tabiqda şeyden bozuldu. Velev ravahu ba'de selaseti cemun. O üçtünkin nur bulduğun bir cemaat rivayet kılgan olsun. Hem de misaluhu. Bunun misali hadisu innallaha la yakbidul ilme intiza'an. Allah Teala ilimni bir yılula tartip ele olmaydı. İlimni Allah Teala bir yılula tartip ele olmaydı. Diyen muşu hadislerin ravilerin içinde fakat malum bir yılda fakat 3 tane raviler var bir tabiqada. 3 raviden başka tabi'inler ya ki başka raviler var kılmagan. Şu tabiqadaki kişiler. Şunu cümle batalgan meşhur ile batalgan. Ama meşhur diyen mutavatir hükmü katar kılıp kaldı hadis. Meşhur diyen bir rivayette mutavatirniki tüven tarifi. Mutavatir şekil bulundu. Mutavatir meşhurda asli ahad. Meşhur asli ahad lekin kin meşhurlab nima halat yetib qolgan. Mutavalik halatga chiqib qolgan. Hatta ki meşhur hadislar bizning mazhabda meşhur hadis bilan mutavatirlarni xoslig'i bo'ladi. Amni xoslig'i, mutlaqni muqayyidlik qilib bo'ladi. Masalan, meşhurning darajasi yuqori. Hükmü bunun hükmü es-sihhatu diyen sahihlik. Evil hasen ya ki hasenlik ya ki zayıflıktır. Yani demek okşaş ki nemişka çünkü sahih hasen zayıf deb ayırış cihat başka. Ravilaniki qandaq kishi ekanligini sifatlash jihati muğalıq şu. Endi bizning en ahirgisi bo'lsa el-mutawatir. Mutawatir. Yani demek garib, aziz, meşhur, mutawatir deganlar hammasi qaysi jihatdan Resulullah'ın baş ravi hadisi fikir cihatdagi ravilarning soni jihatdagi bo'lgan ozliq ko'plik. Huwa
Mutavatir degan ma ravahu cem'un en cem'in bila hasr. Yani bir top cemaatin bila hasrı çeksiz halette. Saniye yok sanap bağlanmaydıgan cemaat, sanap bağlanmaydıgan cemaatin rivayet kılan hadistir. Bihaythu şu derecede ki yebluğuna hadden tuhilul adetu tevatu'ahum alel kezibi. Şu dereceye getirdi ki bula adet ulaniki yalganga muvafık kılıverişini, bilişverişini mümkün emas kadar derecesi götürdüğün. Yani adette mundacak adamın hemmenin yalganga bilişverişi mümkün emas derecede bu adamlar. Muşu mutavatır tabatırdı. Demek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri muaciyette hemmesi mutavatır şu anlamda hemmesi mutavatır. بشرط أن يكون مستند انتهائهم يعني مستند انتهائهم الحس ما هو حس يعني يكون لك اسم صوصا مستند خبر صوصا مستند انتهائهم ما حس أو السماع يعني مستند انتهائهم ولانك ulağa hadis yetken mustened ulağa intiha diye yetti dengem mustened dengem hüccet delil ispat dengem yani ulanıkki ulağa hadis yetken senet kanda buluş gerek mustened intiha da bir narsa var bizde yani raviga nemi sözden etken ravi ve an Ömer bin Hattab degen mu ya ki haddesana degen mu ya ki semi'tu degen mu ya ki ra'aytu degen mu bu şimdi ne batırdı mustened intiha palanı bana sözler bədi. Palanın ben mundaqalıqını kördüm. Palanın munda deganligini anladım. Degan söz nende batırdı o? Yoki an deb keldi. Muşunu ben mustanad intiha. Şunu anlamam mustanad intiha degan muşu. Yani muşu mustanad intiha qanday bo'lish kerak? His bo'lish kerak. His degan nima? Yoki anglash, yoki kulish, yoki tutush degandek masalan. Men Rasulullahning mundaqalıqını kördüm. Rasulullahning munda deganligini anladım. Bo'lish kerak. Avis sama his degan gap yani kulish tutush degandek his bo'lish kerak. Evet yoki anglash bo'lish kerak. Yani demek mutavatir hadisning sharti nima? Ash bosh raviyni tatib, ash Rasululloh bo'lgan hamma raviylar o'zining ustozini, shayxini, hadisni rivoyat qilgan shayxini yoki ko'z bilan ko'rgan bo'lishi, agar ko'zi qarg'alab qolsa, quloq bilan anglagan bo'lishi shart mutavatirni. An deb kelsa, ayna kelsa bo'lmaydi. Ayna, muannan. Nima? Va an abihi va an jaddihi. Mutavatirda bu qabul qilinmaydi. Chuqum ya haddathana, akhbarana, sami'tu, ra'aytu bo'lish kerak. Shundan nima? Mutavatir degan sharti ig'ir. Odam ko'p bo'lish kerak. Shuning uchun mutavatir degan shak shubhasiz rost. Uniki rostligiga inson ishonmaymi deb o'sha bitirdim shu ko'zdan ko'rgan. Xuddi hozir maqtuda suv ham yo'q ekan bolalar. Suv ham yo'q ekan maqtuda. Stakanda suv ham yo'qmi? Bor. Hozir ishonam ishonmamsa bunaqa. Suvalık ishonam ishonmamsa stakanda suvalıqqa. Xuddi shunday. Tushunammi? Mutavatir. Muhimda qarasang. Faşurutuhu arba'atun anda qolganda shu yuqorgi bu ta'rifatini bizni bildikki mutawatirning shartlari 4 tur. Birinchi kasratul adad. Adadning ko'p bo'lishi. Ya'ni buni rivoyat qilgan raviylar soni ko'p. 10, 20, 30, 40, 50 hatta 200 masalan. 1000 masalan. Choy soni yo'q. İkinci ihalatul adeti tavatu'ahum alal kezib. İkinci shart nima ekan? Odatda normalda bunday ko'p sondagi odamlarning yolg'onga bilkirishi mumkin emas. Masalan, Iroq degan bir yer bor, Iroqda bir shahar bor. Siz Iroqqa borib boqqanmi? Bormagan. Lekin Iroq degan shaharni borib ishlamamsizlar? Ishinisizlar. Shu endi demak nimishqa sizga palani Iroqda bir shahar ekan deb kelgan. Ya'ni uni aloqasi yo'q, yeni bir palani Iroqda bir shahar ekan deb kelgan. Uni aloqasi yo'q, yeni bir palani Iroqda bir shahar deb kelgan. Kuzanni ko'rgan bo'lsanglarmi? Aloqasi yo'q, bir-birimizda aloqasi yo'q odam nechini anglagandan keyin ha, demak bu xabarni rostkan deb sizlarga qilgan jazmlashtirgan. Xuddi shuningdek. Üçüncüsü vücudu tilkel kesra minel ibtida ila intiha. Bu köpçükten baştan tartıp ahırgacha. Yani baş raviydim, hadisini rivayet kılan ravi başını tartıp ahırgacha Resulullah etkisi bu ahırgda bütün sahabe, tabi'in, tabi'ut tabi'inler hemmesini buluş gerek. Aynı cık sandı buluş gerek. Dördüncü en yekune mustenadu intihai men hissu ev sema. Yani bulardaki mustenadu intihası yani hadisniki bular hadis yetken senet, bular hadis yetken senetning başqalısı yoki nima sami'tu bo'lish kerak, yoki ra'aytu bo'lish kerak, yoki haddathani bo'lish kerak, yoki haddathani bo'lmaydi. Haddathana bo'lish kerak ekan. Ko'p odam bo'ladi keyin haddathana, akhbarana, sami'na deganga bo'lish kerak. Shunda bu demak manda 4 ta shart bilan
hadis kelişi edesiz ters. Tushundingmi? Demak, mutawatir hadislar 200 ga yetmaydi. Ba'zida 100 ga yetmaydi deganlar bor. Mutawatir hadislar 100 ga yetmaydi degan hadislar bor. Manchi million hadisni ichidan. Manchi 100 ming hadisni ichidan. Misaluhu bu mutawatir hadisning misali men kadaba alayya men kadiba ya kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tushundingmi? En xatarlik hadis, en sayı mutawatirligi. Har qanday odam qasdlik bilan menga yolg'on aytsa, ya'ni men demagan gapni meni dedi desa, qasdlik bilan o'zining o'rnini davzaqda olib qo'ysa. Haqiqatda payg'ambar aytdi mutaammidan debkan, mutaammidan degan bo'lsa, butun hadisni deganlar do'zax kirgan gap. Hadisda yolg'onlarimi bor, rostlarimi bor. Ba'zan hadisni biz sahih deb turib yolg'on bo'lishi mumkin. Ba'zan hadisni biz da'if deb turib nima bo'lishi mumkin? Rost sahih bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Mutaammidan degani ya'ni bilib turib, bu hadisning yolg'onligini bilib turib Rasululloh dedi desa, bu uni miqson, uni davzaqni olib qo'ysin. Bu hadis faqat jaa min an 200 sahabi. Bu hadisni 200 sahabi rivoyat qilgan ekan. 200 sahabidan. Shundaymi? Bu nima mutawatir. Endi mutawatirning hukmi nima desam, annahu yufidul ilm ad-daruri. Mutawatir hadis daruriy ilmni ifodalaydi. Bizda ilm ad-daruri, ilmul istidlali deb chiqqan ilm bor. İlmi daruri degan siz o'qimasangiz, alayli bir delil keltirmasangiz nima bo'ladigan jazmiyat. Sizda paydo bo'lgan jazmiyat. Xuddi hozir maqtudu suvalma bor. Tabiiy sizga ko'zingizda maqtudu suvalligini bilganliging uchun ondan aql kelmaydi, ko'zingizda his bilan baliq jazmiyat qilgan, xolos ilm hosil bo'ldi sizga. Ilmi daruri, maqtudu sunu baliqni bilganinglar ilmi daruri. Ammo bir degan 12ning 6dan 1ning yarmi desam. Vahid nisfu sudusi 12. Vahid nisfu sudusi 12 desam. Endi buniki ilmi nima? Bir degan 12ning 6dan 1ning yarmi. Desam buni javobni o'ylab topsanglar nima? Istidlali bo'ladi. Ilm istidlali. Bu ilm daruri emas. Ya'ni o'ylab baqsang to'xtab turma. Unda bo'lsa 12ning 6dan 1i. Bir degan 12ning 6dan 1ning yarmi bo'lsa 12'nin 6'dan 1 degan 2. 2'nin 20 degan 1. Ha, to'g'ri ekan deb o'ylaysizlar. Ma'luma ilm istidlali. Kim ish qiladi? Annahu yufidu ilm ad-daruri. Mutawatir isqaslar xuddi mushkasida subaliq shengada ishlasang bo'laverdi. Aynan ishonchilik. Va bu buni yana dalil ketmaydi. Bir odam mutawatir hadisda meni so'z desa, unga yana boshqa bir dalil yo boshqa isbot ketmaydi. O'xshash emasang bo'laverdi. Va huwa min mabahith usul fiqh. Mutawatir degan usul fiqhning mabhaslaridandir. Usul fiqhda mutawatir haqida izlanish olib beriladi. Ilm hadisda, mustalah hadisda emas. Hadisda faqat ahadlar bilan so'zlashimiz, ahaddan. Chunki mutawatirning ya dayif bo'lish imkoniyati yo'q. Hasan bo'lish imkoniyati yo'q. U degan faqatlam sahihlan bo'ladi. Tushundingmi? Va hunaka bastul qawli fihi degan usul fiqhda bu haqda gapsiz kengashib bayon qiladi. Ya'ni usul fiqhda oyatlar. Shuning uchun bizning Hanafiy mazhabida mutawatir hadis bo'lsa, Qur'onning oyatini amaldan qoldira oladi. Ba'zida xoslay oladi, mutlaq qila oladi. Ammo ahad hadislarcho, ya'ni mutawatir oyatlarni amaldan qoldira olmaydi. Uni xoslay olmaydi, omlarni xoslay olmaydi, xoslarni omlay olmaydi, mutlaqlarni muqayyad qila olmaydi. Shuningmi? Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.